Bizde patsiyentimiz 1978-yil tug'ilgan Oltinsoy tumanidan bu kishida aralash turdagi gemoroy bezovta qilib keladi. Ya'ni tashqi hamda ichki gemoroylar. Bu kishida ko'p qonash oqibatida ko'p gemoglobinlar past darajada. O'shaning uchun hozir lazer operatsiyaga tayyorladik. Lazer operatsiyamizni hozir boshlaymiz va sizlarga ko'rsatamiz. Qadrli do'stlar, 1978-yil tug'ilgan Oltinsoylik patsiyentimizni lazer operatsiyaga tayyorlab boshlayapmiz. Aralash turdagi gemoroy qon ketish asorati bilan tashxis qo'yilgan. Hozir mana operatsiyani boshlayapmiz. Sizga natijani ko'rsatamiz operatsiyadan keyin. Kuzatuvchilar, mana bemorimizda lazer operatsiyasini tugatdik. Barcha gemoroylarda, ichki va tashqi gemoroylarda kesmasdan tig'siz to'liq lazer bilan bartaraf etdik. To есть lazerning ablyasiya, lazerning vaporizatsiya qilindi va gemoroylar butkul yo'qoldi, xudo xolasa. Husan aka, qanday bo'ldi operatsiya? Yaxshimi? Qiynalmadingizmi? Og'riq sezmadingizmi? Hozir ketishga tayyormisiz? Sizga uyga ruxsat endi. Javob. Mayli. Nasib bo'lsa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammasi yaxshi bo'ladi. Lazer operatsiya yoqdimi? Yaxshi ekanmi? Mana ko'rdingizmi? Kalla tiniq edi. Og'riq sezmadingizmi? Yo'q. Bo'ldi, malades. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga lazer operatsiyalarimizni natijalarini ko'rsatib boramiz.